Akalar, olib qolgan jentramiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa mana salonni silamamda ko'ramiz. Chexollarimiz ham mana idealniy holatda bitgan. Xudo xolasa mana o'rtalari alikantari, chekalari ekoko'ja. Xudo xolasa mana bokovoy podeshkalarni ham ishirib ko'p berganmiz. Suyanganda shunday quchoqlab oladigan bo'lib bitdi. Xudo xolasa mana palassalari ham birga bir tushdi. Chexolimiz juda go'zal holatda bitdi. Ashki qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Kojinning Kalex dizaynda qilib berdik. Xudo xolasa barda qopqoqlarigacha qilib berdik. Akalar, biz uchun sifat birinchi o'rinda. Orqa taraflarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana birga bir bo'ldi. Xudo xolasa go'zal holatda bitgan. Terlatmaydi. Xudo xolasa alikantari go'zal, mana apishga qismlarni ham ko'rishingiz mumkin. Kalex dizaynda bo'ldi. Sifat nima deyapti akalar? Patolog qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Mana skromni qop-qora qilib alikantari qilib berdik. Oltita stoyka kazirovlarigacha bo'ldi. Mana idealniy bo'ldi. Xudo xolasa kimga shunaqa sifatli chexol poli xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol asli avto dizaynga murojaat qila olasizlar. Ishinglarni 1 yil garantiyasi bilan go'zal holatda bitirib beramiz. Buni har xil rasvetkasi bor. Videomiz, ishimiz yoqqan bo'lsa, mehnatni bitta qadrlab, like, komment ayamaysizlar. Akalar, bu videoda chexol poli qildiraman deb yurgan tanishinglarga jo'natib qo'ya olasizlar.